Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan MakerBot'dagi hisobni AutoClicker ilovasi orqali ko'paytirish yo'llarini o'rganib o'tamiz. Buning uchun bizga Play Market ilovasi kerak bo'ladi va Play Marketdan AutoClick deb qidiramiz. Bu yerda birinchi chiqqan ilovani tortib olamiz. Tortib olganimizdan keyin ochishni ezib, sizlarda ruxsat so'raydi. Ruxsat berishni ham ko'rsatib o'taman. Ruxsat berish uchun Enable tugmasini bosib, OK ni bosib, bu yerda sizda o'rnatilgan ilovalar tugmasi bo'ladi. O'rnatilgan ilovalarni bosib, AutoClicker ilovasiga kirib, yoqib qo'yamiz va ruxsat berish tugmasini ezamiz. Shunda sizda ruxsat beriladi va ilova ishlaydi. Ruxsat berganimizdan so'ng mana bu tugmani ezib va MakerBot'imizga kirib olamiz. MakerBot'dan pul ishlash bo'limini ezib, tugma bo'limiga kirib, mana o'zi avtomatik tarzda bosib turadi va hisobingizga 5 so'mdan qo'shilib turadi har bir bosgan. Shunday qilib pul ishlab, botlarni tekinga ochishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariya va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Keyingi videoda sayt yaratishni o'rganib o'tamiz, mutlaqo bepulga.